Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun bank binosida yig'ilishimizdan asosiy maqsad hozirgi kunda Milliy bank tizimida mavjud bo'lgan kredit mahsulotlari, yengillashtirilgan kredit mahsulotlari, yoshlarga ajratiladigan kredit mahsulotlari, tadbirkorlarga, jismoniy shaxslarga, umuman olganda fuqarolarga ajratiladigan, fuqaro va yuridik shaxslarga ajratiladigan kredit mahsulotlari to'g'risida ma'lumot berish hisoblanadi. Hozirgi kunda jismoniy shaxslar uchun bank hujjatlarida bir qancha kredit mahsulotlari mavjud bo'lib, bular bo'ladigan bo'lsak, maqsadsiz kreditlar, mikroqarz, ipoteka kreditlar, ya'ni uy sotib olish uchun birlamchi va ikkilamchi bozordan olinadigan, uylar xarid qilish uchun ajratiladigan kreditlar. Bundan tashqari avtokreditlar hozirgi kunda yangilik bo'ldi. Ishsiz fuqarolarga ham avtokredit ajratamiz. O'zimiz bankdan degan holatda 100% boshlang'ich to'lov bilan umuman doirasida ishlamaydigan fuqarolar bemalol to'g'ridan to'g'ri bankdan kelib avtokredit olsa bo'ladi. Bundan tashqari tadbirkorlarimiz uchun ajratiladigan kreditlarimiz, jismoniy shaxslarga ajratiladigan maqsadsiz kreditlar hozirgi kunda tadbirkorlar uchun ishlab chiqarilgan. Ya'ni tadbirkor xohlagan faoliyat uchun kassadan to'lovdan to'lab naqd pul ko'rinishida kredit mablag'ini olib o'zi xohlagan faoliyat uchun ishlatsa bo'ladi. Bunda asosan garov ta'minot talab qilinadi va tadbirkorlar uchun garov kreditlarimiz 150 million so'm, 500 million so'mgacha imkoniyatli mahsulotlari mavjud. 1,5 yillik aylanma mablag'lar uchun beriladi. Bundan tashqari o'ziga eng dolzarb masala 60 va 61-sonli qarorlar, ya'ni yoshlarni ish bilan band qilish, oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tadbirkorlikka yo'naltirish va ularni daromadini oshirishga qaratilgan kredit mahsulotlarni ishlab chiqarilgan bo'lib, ular yoshlar tadbirkorlikka 100 million so'mgacha, bundan tashqari yoshlar tadbirkorlikka 200 million so'mgacha va yoshlar uchun eng asosiysi 15% ajratiladigan kredit mahsulotlarimiz bor. Bular ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo va boshqa xohlagan faoliyat uchun ajratilsa bo'ladi. Umumiy yuqori qismi 2,5 milliardgacha bo'lgan qismida ajratilsa bo'ladigan kreditlarimiz bor. Bular 15%dan 7 yil, ya'ni 84 oy muddatgacha ajratiladi. Mana shu ko'pincha jiyan o'tiryapti, usti o'g'il o'tiryapti, qiz o'tiryapti, tadbirkorlik istagi bo'lsa, aniq yo'nalishi bo'lsa, 15%dan 7 yilga beradi. O'tiruvchi va 30 yoshgacha to'lamagan tadbirkorlar. O'sha masalan, kompyuter tashkil qilaman deydi. Bo'lmasa xodimlar mana pasport qilgan o'shani, o'sha jihoz qog'ozlarini hamma narsasiga olib beradi. Qo'lga bermaydi o'sha. Xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatish, servis ochadi. O'sha ko'chirishga hozir sizlarga